Bu endi tez pishar uzundanmi ustoz bu? Tez pishardanmi endi? Tez pishirma, chumchuqlab pishirib qo'yganda. Chumchuqlab pishirib qo'ygan. Ha, endi o'shalarni. O'zi pishganini biladimi yo cho'qib qo'yib keyin kelib qolgan yeb ketadimi? Ha, ye. Biladi. Qolgan ko'ryapsiz? Ha. Pishgan deydi, homilayman. Ular ham biladi. Rosa pishgan bo'ladi. O'zi donlarga? Ha, ha. Berdimi? Satolarga. Bu shakar, bu shakar. Doğru sepmezse bunga marorlilar doğru sepedik-ku. Ishlikni zo'rini qayda yeymiz desanglar, obunachilar, albatta Yazavonda. Obunachilar Yazavondan kelishdi. Svetoforni tagida. Albatta obunachilar, ustoz Anvar aka Oxunov bilan bugun bu yerda ko'rishadiganmiz va yaxshi zotlarni ko'radiganmiz. Albatta sizlar qo'llab tursanglar, birorta yana bir rozdan, yana ikkita mekyondan olgani kelganman obunachilar. Shu fursatdan foydalanib, xohlasa iste'mol qilib ketaylik degan maqsadda. Endi ish qilasiz, qadrdonlarim, ish tugamaydi. Charchoq chiqarish kerak, bir nima bilan ovunishingiz kerak. Mana bu issiqda, kechki salqinda parrandalarni qo'yib, maza qilib o'tirganga nima yeysiz? Hop, qadrdonlarim, bu yer manzilni ko'rib olinglar. Men sizlar yaxshi insonliginglar uchun bu yeyotgan shashligimdan maqtanish emas. Bu prosta shashlik yeginglar kelsa, bemalol keladigan joy tavsiyam. Hop, obunachilar, bu yerda hozir do'stim Mansurbek va Asadbek bilan kelganmiz. Ustoz ham kelib qoladilar, xudo xolasa. Hop, qadrdonlarim, bag'da shashliklar mana pish jarayon boshlangan va bag'da do'stim o'tirishibdi. Oy do'stim, hormang, endi hormang. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Charchaymizmi? Ufakkadan chiqqan o'sha ruschasini qo'yganmiz. Usta Novoy kanaliga bemalol o'taverasizlar. Novoy oralarda bo'lsa, Albatta. bugun endi hali kommentariyga juda ko'p yozishadi oshna. Ustozdan shuni so'rasam, sizdan beri bir yerim bo'la olarsiz. Tomoq xurozlarni tomog'iga narsa tiqilib qolyapti, xirray paydo bo'lib qolyapti degan savol berishdi. Shunga ustozdan so'rasang nima derkinlar? O'zlari borib tuzatib berish qobiliyatiga egalami yo shu yerga olib kelishsa yaxshi bo'ladimi yo o'zlari maslahat berarmikinlar? Nima deysiz? Berishlari mumkin, lekin joy olib kelib berishga ko'rma qilmasalar kerak. Lekin doktor bitta akalar bor, bilaman. Namanganlik. Namanganlik, ha? Nomerlarni aytishlari mumkin. Aytishlari mumkin, ha? Ha, bemalol hamma narsani olishlari mumkin. O'tgan safar zotlarini ko'rib maza qilgandik obunachilar. Charchoq chiqqandi. Endi albatta hozirgi kunda bilasizlar, YouTube'da juda injiq bo'lib qoldi. Necha yillab peshina teri qilib, asoga teva chiqaryapti. Necha yillab bu 100 mingdan oshiq bo'lish uchun harakat qilgan kanalimiz yopilib ketishiga ozgina qoldi. Shuning uchun juda xavotirdaman. Agar to'liq videolarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, Anvar akam ustozimizni zotlarini Instagram kecha va bugunga o'tasizlar, albatta bu yerda hamma to'liq videolarni qo'yib boraman. Va obuna bo'lishni ham unutmanglar. Chunki bu yerda bir-birimiz bilan maslahatlashamiz va o'zimizdagi zotlarni ham bir ko'rib, ko'rsatib reklama ham qilamiz. Albatta Instagramda reklama olmayapmiz. Reklama chiqib turibdi, lekin shaxsan o'zimizning zotlarni ko'rsatishda bardavom bo'lamiz. Hozir ustoz o'zlari ham kelsalar, Oxunov nimalari bor? Oxunov zotlari qilaman o'shani. Oxunov zoti juda ko'pchilik insonlar haqiqatdan qiziqadi, Oxunov po'stetdan o'rishga qiynaladi. Yo, men Mahmudjondan ham bo'ladi inshaalloh. juda ko'p o'shdan so'rashtirdim. Gap ochig'ini aytish kerak. Juda ko'p so'rashtirdim. Qarasam haqiqatda ustozim injiqliklari bor ekan. Yuraqlari torligi. Yeni bitta ishga injiqlik bo'lib, hali astoydil harakat qilmasam, aytdilar-ku, yaxshi zotga pul sarflasangiz arziydi, yuzingiz yo'q qiladi. Arzon zotga sarflasangiz yuzingizni shuvit qiladi. shut qiladi. To'g'ri emas aka? To'g'ri. Siz ham orada bir qiziqdingiz-a xurozga? Ha. Qomori bo'lsa-da, erkak kishida bir kasallik bo'lar ekan deb hobbi, ha aka? Hobbi shunaqa narsa ekanda. Albatta. Bag'am Novoylar obunachilar, bag' do'stim o'zingizlar bilasizlar. Na kommentariyada har xil fikrlarni qoldiringlar, jigarlar, keyin bo'lar bo'lmas narsani gapiravermanglar. Mening qadrdonlarim, sizlar yaxshi insonsizlar. Sizlarni so'zingizdan yomon, og'zingizdan yomon narsa chiqmaydigan insonsizlar, qadrdonlarim. Shuning uchun qo'llab-quvvatlashda, like bosib, obuna bo'lishda bardavom turinglar. Sizlarni Alloh uchun yaxshi ko'raman, obunachilar. Borligingizga
iloyim charchamaydi. Hozir endi bu video oxirigacha ko'rsanglar albatta ustoz Anvar aka Oxunovdan qolgan maslahatlarni shaxsan sizga va menga kerakli maslahatlarni so'rab o'tamiz. Shunday bo'lsa oxirigacha ko'rib, qo'llab-quvvatlab, obuna bo'lishni esdan chiqarmayman. Yo'q. Boshqa? Gullar ustoz. Nasib. Oğlum. Gördünüz mü? Ne gördünüz? Avdangizni ko'rdik. Ha, yedak ko'rdim men. Shunaqasidan o'rtaga zotmagan kadar ustoz. Chiqinchiz. Joningiz sog'mi? İşte xotirjam xursandman. Hammalaring majaq-majaq. Har doim ko'pchilik bilan kutib oladi Mahmudjon. Shuncha ko'pchilik bilan kutib olyapti. Assalomu alaykum. Hoji aka tuzumsiz, omonatdan joningiz sog' bo'lsin. Sizga birgami obraz aka? Operator degan kadr ortida gapirmas. Ha. Aytib oldim dedim. Xo'p, qaytib ol. Kechiringlar obraz bo'ladi. Uni qo'llarini manga qilib chopib qo'ydim. Bittarasini olaman shunday, endi qayerga qo'yib o'tkasin. Cho'pi yo'q. Obrazda hozir qanaqa holatda turganini o'shalarga ko'rsataman. Boyni olib turing endi qo'lingizda. Barmoqlarni ochib turing boyni. Ashbolan ham duo qilib qo'ydilar. Ashbola video qilmasa, sizlar meni ko'rmaysizlar-da. To'g'ri. Mansurbek shogirdim, Mahmudjon har kelganda mashqa tiqilib oladi-da. Mashqa kelib oladi-da, xatolar chaqirib oladi. Xotindan o'zaro piyozlar olib kelib oladi ona. Hozir uchta sepib, chiroyli qilib, ko'kchoy chiqildilar qo'yib bog'aylar. Bog'aylar choyda. Ko'kchoy aytdi. Ha? Yaxshi ham insonda sog'inch bor deyman. Ha, albatta. Shu bugun gapirmay turdim, boshlab bir o'tmaymizmi degdi. Sizlar birinchi o'rinda lampishga yondida. Ilam pishganda ham shashida o'ylaganman. Birinchi shashi savonganda. Men aytdim birinchi. Bugun qanaqadir akam oldiga boring kerak. Borkimam desam, u zo'rg'a turgan ekan. Zo'rg'a shunday turgan ekan. Bugun obunachilar mazza qilib mana shunaqa shabadada cho'milamiz. Ha? Mazza qilamiz. O'zim uchun yashaydik. O'tgan safar bittasiga video atvet qildim-da, kommentariyasiga javob qaytardim. Maktabga ham chiqqanda ko'krayim sal ko'rinib qolganda. Kimlardir qitig'i kelgan, kimlardir jahli chiqqan. To'g'risida, yeni odamlar bor. O'sha Instagram ochgandan yoki YouTube ochgandan beri yolg'on ochadigan odamlar bor-da. Ular gapirmaydi. Men mana shu ko'krayimning tepasini ko'rsatib, cho'milagan holatda yuz qismini ko'rsatib gapirgandim-da. Shuni gapirdim. Ha, shuni ham. Bu ana Vyetnam borganingizda emasmi? Yo'q, mana shu yerda u Vyetnamga borganda ular maza qilgan. Ha. Tomosha qilib. Qondim ketdiki, Vyetnam turib, qitig'im keldi-da mana. Sal ozin deydi. Nima qilaylik? Zotimizda bor. Zot shunaqa, odamlar tushunmaydi. Lekin olsa bo'ladi. Ovqat umri qisqa, yeyish kerak, katta-katta yeyish kerak. Alloh bergan noz-ne'matlardan ayirmasin. Mana shunaqa narsalarni yeyolmayotgan odamlar ham bor-da. Bemor bo'lib, to'shakka maqlanib, bunaqa narsalar mumkin emas. Yegisi keladi, mumkin emas. Ha? Beraka naqshmasin. Sizlar bilan haylashmaymiz. Ha. Bundan videolarda ko'rishib turib, obuna bo'lmasa tomosha qilib kirasizlar, obuna bo'linglar. Ish bor. Keyin aytaman sizlarga. Sog' bo'ling. Hozir to'xtang, uni aytmoqchi edi, sizdan chiqyapti. Odamlar kutyapti. Bir ustozlarga Yo'q, to'xtab turing, uni keyingi videoda gaplashamiz. Ha, keyingi video ekan. Yana bir narsa, obunachilar Anvar aka Oxunov haqiqiylari. Aslida yozdi. Ko'rarmiganman. Trillionda deyapsiz-da. Yo'q. Joningiz sog' bo'lsin. Sog' bo'ling. Nima, qiymaysizlarmi, go'sht aytasizlarmi sizga?